Assalomu alaykum, hurmatli aziz O'zbekiston ahli, opa-singillar, aka-ukalar. O'tgan galdagi Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan murojaatimga o'zini fikrlarini, mulohazalarini bildirgan aka-ukalar. U yerda men ko'rib chiqdim, aksariyat ko'p muxlislarimiz, ko'p sonli fuqarolarimiz meni gaplarimni qo'llab turib yozganlar, otangga rahmat, enangga rahmat degan so'zlarda rahmat, sizlarga ham kattakon meni tushunganlar uchun. Bu yerda meni qoralab yozganlar ham bor. Nima degan? Vatangado, vatan dushmani, xalq dushmanisan, hech narsaga tushunmaysan, 15 yildan beri ishlab yurgan bo'lsang, xaribsan, o'zingni biznesingni qil deb. Yo'q, azizlar. Men bu videomda, o'tgan safargi videomda prezidentdan o'zim uchun hech narsa so'raganim yo'q. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Meni shaxsiy hayotim, moddiy hayotim o'zimga yetarli pul topaman. O'zbekistonda ham yaxshi yashayman, bu yerda ham yaxshi yashayman. Xudoga shukr. Hech o'zimning hayotimdan hech qachon men birovga nolinmayman. Shuni aytishim kerakki, men faqat xalqni o'ylab, xalqning kelajagini ko'zlab o'sha videoni yozdim. Agar men xalqni o'ylamaganimda, kelajagini o'ylamaganimda, Qoraqalpog'istonning kelajagini, O'zbekistonning kelajagini, mana shu Qoraqalpog'iston yana Orol muhitida joylashgan. Qoraqalpog'istonda Orol joylashgani uchun hozir UNESCOning tashkilotlari, butun dunyodagi tashkilotlar O'zbekistonga yordam qilyapti. Mana shu Orol hududini saqlab qolish uchun. Biz nimaga oddiy fuqaro bo'lib turib, o'zimiz o'sha yerda yashaydigan bo'lib turib, farzandlarimizning kelajagini o'ylamasligimiz kerak ekan? Nimaga? Aytinglar do'stlar. Agar men shunday videoni Mirziyoyevga yo'llagan bo'lsam, sizlarning qayerlaring og'riydi? Shu sharoitlarda prezidentimiz yaratib bersa, sizga yaxshi emasmi? Bu noshukrlik emas. Menga shukr qil, Allohga ayt dardingni deganlar. Men Allohga aytganlarimni, so'ragallarimni Alloh taolo menga ziyodasi bilan berib qo'yibdi. Yana qaytarib aytaman. Men o'zimni moddiy yoki ma'naviy tarafimni o'ylab turib yozgan emasman. Faqat xalqni o'ylaganman. Faqat kelajakni o'ylaganman. Yaxshi, men vatanni sevmas ekanman. Sizlar vatanni sevas ekan. Dizlaykchilar va yoki o'zicha kompyuter qurollari bor, o'tirib olib klaviatura qurollari, o'tirib yozadigan. U unaqa, bu bunaqa. Sen vatanni sevadigan bo'lsang, o'z amallaringda ko'rsat. Kompyuterning orqasida o'tirib, balon-batarlarni yozib, menga o'qitma vatanni qanaqa sevishni. Tushundingmi? Odamiy demak, ani kim el g'amidan yo'qdir g'ami deydi. Ya'ni odamni odam dema deydi. Agar u kishini, xalqini, elini, yurtini g'amini g'am demasa, uni isrofini isrof demasa, uni qiyinchiliklarini qiyinchilik demasa, u insonni inson dema degan. Tushunib qo'yinglar. Men o'zimda vatanimni, O'zbekistonni sevaman va kelajak uchun kurashadigan insonlardanman. Yoshligimda jurnalist bo'lishni xohlaganman. Advokatura sohasini yoki huquqshunoslik sohasini tanlashni xohlaganman. Taqdir taqozosi bilan bo'lmadi. Bu taqdir ekan. Lekin insonning xarakterida o'sha jurnalistika degan narsa saqlanib qoladi. U insonning qonida, jonida bor narsa. U artistga artist bo'lib qo'shiq aytmasang bo'lmaydi, u san'atkor. Uni jonida bo'lish kerak. Unda talant degan narsa bo'lish kerak, iqtidor bo'lish kerak. Agar men aytgan gaplarni boshqa bir insonga ayt desa ayta olmaydi uni. Snayperni peshonasiga tirab tursa ham ayta olmaydi. Agar yuragida xalqini sevadigan bo'lsa, peshonasiga snayper tirab tursa ham aytadi o'sha gaplarni. Nimaiki bu qalbiga, vataniga bo'lgan qalbdagi muhabbat bo'ladi bu. Bilib qo'yinglar do'stlarim. Mayli, men vatanni sevmas ekanman. Hozir mana shu vatanni sevadigan va qo'shtirnoq ichida o'tirib turib, u qildi, bu qildi, sen ishda topa olmaysan degan insonlar uchun. O'zbekistonda maqtanish emas bu. Maqtanish emas. Allohga shukr, men yaxshi tarbiya topgan, yaxshi oiladan chiqqan insonlarman. Ota-onalarimiz yaxshi tarbiya topgan va 5 ta o'g'il, 1 ta qizni voyaga yetirib tarbiyalab o'tirgan insonlarning farzandiman. Bilib qo'yinglar shuni. 1986-yil tug'ilganman deb aytib o'tib ketdim. 2004-yil Beruniy tumanidagi Navoiy jamoat xo'jaligida 47-maktabda, o'rta maktabda bitirdim. Ustozlarimdan yaxshi tarbiya oldim. Rahmat, mana shu bugungi kamolga yetishimga, bugungi kunlarga ko'rishimga ustozlarimni hurmati, ota-onam xizmatlari juda ham katta bo'lgan. Bizga ustozlarimiz uyratgan. Fizikada kiradigan ustozimiz bor edi. Jabborov Nazar aka. O'g'illarim, farzandlarim, men sizlarga fanni o'tyapman, sizlarga xizmat qilyapman, lekin menga davlat oylik beryapti. O'sha oyligimni men farzandlarimga halol yediray. Men mana shu yerga kelib turib, sizlarning xonangizga prosta tak o'tib, ertaga oylikni olib farzandlarimga men yedirishga vijdonim qiynaladi degan. Shunaqa domlalardan, o'shanaqa o'qituvchilardan, vijdoni toza, pok insonlardan ta'lim olganmiz. Yana ustozlarimizdan Jumanazar aka bu boshqa maktabda o'qiganimda aytgan, "Ey farzandlarim,
Men ertaga kelajakda sizlar birovlarning qo'llarida ishlashingizni xohlamayman. Ilohim sizlarning qo'llaringizda boshqalar ishlasin va mana shunga harakat qilaman men va o'zlaringiz ham harakat qilinglar degan. Va boshqa ko'plab ustozlarimiz biz uchun jon kuydirgan. Ustozim Ortiqgul opa, huquqshunoslar, huquq darsidan katta ilmlarni menga bergan ustozlarimga mingdan-ming katta rahmatlar bo'lsin. Endi boshqasiga o'tamiz. Dadamga keladigan bo'lsak, yaqinda Anjarlik degan bittasi kommentariy yozgan, juda jahlimni chiqardi. Sen o'zing tarbiya ko'rmagansan, sen o'zing farzandlaringga ham tarbiya bermagansan. Farzandlarim mening bag'rimda. O'sha yerda maktabga borishadi Rossiyada. 4-sinfga boradi o'g'lim. Xudoga shukr, tarbiyasidan ko'nglim to'q. Qizlarimning ham tarbiyasidan ko'nglim to'q va qo'limdan kelgancha yaxshi tarbiya beryapman. Otamdan, bobolarimizdan olgan tarbiyalarni beryapman. Men dadamdan yaxshi tarbiya ko'rganman. O'zim Rossiyada haydovchi bo'lib ishlayman, yuk tashiyman, odam tashiyman. Yaqinda bitta bo'lgan voqea hali hech kimga aytganim yo'q, bu maqtanish emas. Tojikistonda bitta kishisi olib tasha Moskvaga dedi, pulini beraman uka dedi. Mayli dedim. U kishi avtobusda ketish kerak bo'lgan ekan. Uzr, endi videoda ozgina davom qiladi. Nimaga o'zimni tushuntirib beryapman. Moskvaga olib bordim, 10 ming rubl olgan puli bor ekan. 10 ming rubl. Avtobusda ketmoqchi bo'ladi, Sherez O'zbekiston orqali. Aka dedim, nima qilasiz dedim, avtobusda ketib qiynalasiz u. Nechta kun dedim, yo'lda nima ketadi, vaqtingiz ketadi dedim. Undancha dedim, bilet olmaysizmi desam, uka dedi, biletga pulim yetmaydi dedi. Nimaga kirdik? Yevrositga связноga kirsak, bugunga ertanga bilet olgan faqat bir hafta, 7-8 kunlardan keyin bor ekan. Agar o'sha inson tirik bo'lsa aytsa, men tojikistonlik, tojik kishi. Men aka dedim, siz xavotirlanmang dedim. Men o'zim 3000 so'm, 5000 so'm yonimdan, cho'ntagimdan bo'lsa ham sizga qo'shib bilet olib berib yuboraman deganman shu kishiga. Menga siz pulingiz kerak emas dedim. Xolisallohi, Alloh uchun sizga yaxshilik qilaman deganman. Inson u kim bo'lishidan qat'iy nazar, u musulmonlar uchun g'amxo'rlik qilish kerak. Faqat o'zbeklar yoki boshqa birovlar o'zini xalqi uchun emas. O'shanaqa shu gapni dadamga aytdim kelib turib. Dada, kecha bitta klient oldim, Moskvaga olib borib qo'ysam, shunaqa ekan, puli yetmayotgan ekan desam, dadam menga ertalab aytayapti-da. Yonimda bitta guvohim bor. O'g'lim shunda nimaga deydi, 3000 so'm, 5000 so'm qo'shib turib bilet olib bersang bo'ladi, 13 ming, 15 ming bo'ladigan bo'lsa, deyapti-da dadam. Men shunaqa insonlardan tarbiya topgan insonman. Endi keyingi masala. Agar men vatanimda sevmaydigan bo'lsam, men yana bitta murojaat qilaman. O'zbekistonda agar vatanni sizlar sevadigan bo'lsanglar, bitta fond olsin. Благотворительный добровольный fond. Ya'ni ruschasi shunaqa. O'zbekchasi insonlar o'z xohishi bilan xayriya fondi ochiladi. O'sha xayriya fondiga O'zbekistonni sevadigan inson pul olib borib tikadi O'zbekistonning kelajagiga. Bu fondning nomini men aytardim, Vatan ravnaqi deb nomlasin yoki O'zbekiston nurli kelajak sari yoki biz vatanning qanotlarimiz degan fond ochilsa, o'sha fondning shtrix kodlari chiqariladi. O'zbekistonda ham butun internetga tarqatiladi. Biz O'zbekistonda yashaydigan vatanni sevuvchi insonlar, vatanni tilda emas, o'tirib kompyuter orqasida emas, telefon orqasida haqiqiy vatanini sevadigan, haqiqiy vatanni sevish iymondandir degan iymoni kuchli insonlar uchun men hozir bir narsa aytib o'tiraman. O'zbekistonda 33 million aholi bor deylik. Masalan, mana O'zbekistonda 33 million aholi bor. Har bitta odam $1 boyaga благотворительный xayriya jamg'armasiga O'zbekistonda kelajagi uchun agar siz xayr odam bo'lsangiz, menchalik O'zbekistonda o'sha yerga pul solasiz. Albatta pul solasiz. O'zbekistonda 33 million aholi bo'ladigan bo'lsa, har bitta inson bitta dollardan soladigan bo'lsa, значит 33 million dollar bo'ladi. Hozir men sizlarga yozib ko'rsataman, qaranglar. 33 million dollar. Ko'paytiramiz $1 ga. $1 ga ko'paytiramiz 33 million dollar pul bo'ladi bu. Ravno 33 million dollar. Bu O'zbekiston ravnaqiga, O'zbekistonda yashaydigan har bitta inson siz farzandingiz uchun, ota-onangiz uchun yoki yaqiningiz uchun $1 dan solasiz. O'shanda O'zbekistonning jamg'armasi 33 million dollarga yetadi. O'zbekiston buni kelajakda o'sha O'zbekiston ravnaqiga ishlatiladi. Fondi nomi ham shunaqa. Ikkinchi masala. Har bitta odam $10 dan solsa nima bo'ladi? Endi 33 million aholi bor. 33 million aholi ko'paytiramiz $10 ga. Ravno 330 million dollar. O'zbekiston ravnaqiga 330 million dollar. 330 million dollar. Endi sensatsion deganim boyagi. Juda vatanni sevuvchi bor-ku, kompyuter orqasida o'tirib.
ularga emas. Men haqiqiy dilidan sevadigan va amalda shuni bajarib beradigan insonlar uchun har bitta inson o'zini oilasi uchun $100 dan o'sha ravnaq fondiga pul solishlari kerak bo'ladi. Bu O'zbekistonda qayg'uradigan insonlar uchun, kelajakda O'zbekistonda ravnaq topish uchun biz fuqarolarda qilgan yaxshiligimiz, ertaga mana shu farzandlarimiz o'sha mamlakatda yashab o'tadi. Masalan, tarixni biladigan bo'lsanlar, yaponlar 1941-yil, 45-yil Ikkinchi jahon urushidan keyin davlatiga 5 yil bepul ishlab bergan. Bu tarixdan. Endi $100 dan hisobladigan bo'lsak, 33 million aholi. Endi tushunsangiz, hamma ham u tiradagi narsa qo'liga chiqishi mumkin emas bu yerda. 33 million aholi davlatni 33 million aholi davlatni sidqidildan sevadigan bo'lsa, o'sha hukumatni, o'sha kelajakga ishonadigan bo'lsa va shuni o'zi tilida va amalida bajarib beradigan bo'lsa, 33 million aholi ko'paytiramiz $100. Mana $100 ga ko'paytiramiz. $3 300 million so'm bo'ladi mana. 3 milliard 300 million, mana 6 dan bo'lishi kerak. 300 dan sig'mayapti. 3 milliard 300 million dollar. Bu katta pul O'zbekiston uchun. Agar men va'da beraman, agar o'sha fond ochilsa O'zbekistonda, oilamda 5 ta inson bor. Men 3 ta farzandim va ahli ayolim. O'shalar uchun men o'sha fondga $100 dan har birimizga $500 solaman. Mana meni sizlarda oldidagi maqtanishim emas. Maqtanishim emas meni. Vatanda oldidagi burchim. Ertaga men vatan uchun nima qildim degan paytimda va bu boshlanishi, bu meni birinchi qaydam emas. O'zbekiston uchun mana shu xudo xolasa ochilsa va internetlarga shtrix kodlari chiqsa, yo bo'lmasa hisob raqamlari chiqsa, bu O'zbekistonda borib tashlash kerak emas. Iltimos, men shunaqa reytingi, monitoringi sohani o'ylab chiqishlarini so'rardim O'zbekistondan, Milliy bankdan yo bo'lmasa mana iqtisod vaziridan. Biz O'zbekiston sevuvchi insonlaringiz, fuqarolaringiz mana shu счетga pul tashlaymiz. Mana shu счетga pul tashlaymiz. Ko'ramiz, bizni O'zbekistonni sevadiganlar qancha ekan oramizda. O'zbekistonning kelajagiga, nurli kelajagiga pul tikadiganlar, iqtisodini ko'taraman deganlar qancha ekan. Xudo xolasa, mana shu pul 3 milliard 300 million so'm O'zbekistonning kelajagiga har xil sohalariga o'tkazilsin, ishlatilsin, gazlarga, insonlarning kelajagiga, ilm, fan, taraqqiyotga ishlasin. Tushundinglarmi? O'zbekiston sevuvchilar qo'shtirnoq ichida o'tirib olib turib kompyuter orqasida yozadiganlar. Agar sizlar vatanni sevadigan bo'lsanglar, mana menchalik ko'rsatinglar. Mana menchalik ko'rsatinglar. Yurtim senga she'r bitdim bu kun. Qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor o'z yurtin butun, olam aro atagan tanho. Ular she'ri uchdi ko'p yiroq, qanotida kumush diyori. Bir o'lka bor dunyoda biroq, bitilmagan dostondir bori. Faqat ojiz qalamim menim, O'zbekiston vatanim menim deb O'zbekiston haqidagi misralarni, qalbimizda jo'sh urgan misralarni aytib, bugungi rolikimizga yakun yasaymiz. Nimalardir aytish esingizdan chiqqan bo'lsa, uzr, men ko'p narsani aytaman degandim, prosta rolik uzayib ketmasin deb, mana shu qisqa holatida qo'yaman. Men universalni yo professionalni bloger emasman. Men blogerchilikka da'vo ham qilmayman. Men O'zbekistonni sevuvchi bitta fidoyi insoniman. Sizlar bilan beruniylik Ne'matjon Qurboniyazov bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun xayr, sog' salomat bo'ling.